Agar choy ichmoqchi bo'lsangiz ham, iftorlikda og'iz ochib bo'lgandan keyin, iftorliklar bo'lgandan keyin iftordan 40 minutdan keyin ichish tavsiya qilaman. Buni sababi chunki choy tarkibida tanin moddasi bor. Biz iftorlikda o'sha oqsilga boy, go'shtga boy mahsulot yeymiz. Tanamizda temir moddasi bo'lsin degan maqsadda yeymiz. Lekin choy tarkibidagi tanin moddasi aynan mana shu ovqat tarkibidagi temir moddasi tanamizga so'rilishiga qarshilik qiladi. Shuning uchun ham bizani O'zbekiston xalqi go'shtxo'r bo'lgani bilan ham lekin ferritin darajasi past yuradi. Ularda ferritin aynan mana shu narsa uchun ferritin doim past yuradi-da. Shuning uchun men har doim tavsiya qilamanki, choyni ovqatdan yarim soat oldin to'xtatamiz choy ichishni va ovqatlanib bo'lganimizdan keyin 40 minutdan keyin yana davom ettirsak bo'ladi. Choy bilan ovqat birgalikda mumkin emas. Chunki ovqat tarkibidagi temirni tanamizga so'riltirmaydi.